Yangi Hayot tumaniga kelganmiz. 16 etajli dom 7-etajda 72,2 kvadratli xonadonimizni sotuvga chiqyapti. Narxini ham sirasi aytaman, $72,000 so'ralyapti. Hop, birinchi xonamiz bu bolalar yotoqxonasi, o'zini balkoni bor ekan. Remontlari go's remontda turibdi. Hop, mana bu yoq taraflarini ham bitta ko'ringlar. Hop, bu xonamizda bitta yotoqxona bo'pti, ota-onalar uchun yotoqxona. Hop, podyezddan shundoq kirib kelasizlar. Даже ikkitali lift ekan bu yerda, bitta gruzovoy, bitta odam tashiydigan. Xullas, liftlardan muammo yo'q. Atrofida maktab, bog'cha, hamma sharoitlar yoni atrofida bo'lar ekan. Qaranglar, mana bunisi oshxona. Bunisi oshxona. Remontlar yaxshi holatda turibdi. Bu yog'i sanuzul bo'pti. Sanuzul bo'pti. Narxi 72,000 bo'ldi. Kimgadir qiziq bo'lsa, nomerlar qoladi. Aloqaga chiqinglar, kelib ko'rib, yana egalari bilan savdosini qilsa bo'ladigan joylari bor. Hop, bitta ma'lumot o'rnida aytib qo'yaman. $17,000 krediti bor ekan. O'sha krediti bor ekan $17,000. O'shalar hammasi ichida $72,000 sotuvga chiqaryapmiz. Xudo xolasa 2-3 kunda yopib beraman, u yog'ini deyaptilar. Yana batafsil ma'lumotlar uchun telefon qilinglar, suhbat qilib ma'lumotlarni yana beriladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, charchamaylik.